Men yolg'izman deb o'ylagan har mahalingizda Alloh siz bilan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Abu Bakr radhiyallohu anhu xavotir qilib, "Ya Rasululloh, bular hozir oyog'ini tagiga qarasa bizni ko'rib qolishardi-ku." Mushriklar haqida aytganlarida, "Ma baluka bisnayni Allohu salisuhuma." Ey Abu Bakr, siz nima deb o'ylayapsiz? Ikki kishi haqida, ularni uchinchilari Alloh bo'lsa agar. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh aytayapti. Siz qayerda bo'lmang, u siz bilandir. Xavotiringiz bor, qiynalyapsiz, muammolar, mushkulotlaringiz ko'payyapti. Lekin siz Allohni siz bilan birga ekanligini unutmayapsiz. Bu sizga qanaqa kuch beryapti? Holatingizni, ruhiyatingizni qanchalar ko'taryapti? Alloh doim siz bilan.